Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıragacırız. Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 11. ayının 15. günü vatandaş. Vaziyetimiz hakkında şakbarayız. Lige hazır 14. 13. günüdeki 14. günüdeki Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping'in Bali arıldı ötkizgen söhbeti ve görüşkenligi. Doğrusu torbetle toxtamay sözləvatdı. Bəzilə o fikirdə məsələn görüşmesi bulatdı deydi. Bəzilə görüş nəhayət zor nəticə hasıl qıldı dəvatıdı. Hazır vəziyyətin umumi keyfiyyəti şu. Bundan keyin hazır qarasaq Ukrayna taraftan Rusya atkan bir pay raketa NATO'ga a'zo devlet Polşaga düşüptü. Polşa hükümeti ciddi yığın çakırıptı bununla. Amerika Qo'shma Shtatlar ishbodi bildiribdi. Ko'rish ulgurmay qoldim, kechiringlar vatandoshlar. Leksiyaga kech bo'lib ketdi-da. Bu bir vaziyat. Hazır, endi yana bir noktadan aytganda mayli Ukrayna prezidenti Zelenskiy bo'lsin, mayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin bo'lsin, urushni to'xtatib tinchlik suhbati o'tkazishga har ikki taraf oldiryapti. Endi mushu oldirash yoki Ukrayna tarafidagi mushu vaziyat Osiyada masalan prezident Joe Biden bilan ko'rishganda Reis Xi Jinpingning pozitsiyasida o'zgarish bo'ldi deyishyapti torbetleri. Bu to'g'rida xilma-xil maqolalar tugan, sizlarga o'xshashimiz, vatandoshlar ko'rishimiz bunga yarasha vaziyat mana mushu darajada. Bugun sizlarga so'zlaydiganimiz mavzu mundaq Jungo Kompartiyasi aytganda bu ish jangga munosabatli ishlar. Mavzuli xabar yoki maqola 11 ayning 14 kuni Van bir torbetida e'lon qilin. Maqola avtori Yang Chungo. Prezident Joe Biden bilan Xi Jinping Bali arıldı uchrashdi. Suhbat o'tkazdi. Bu ko'rishni Aqsaray bir qo'lloq ilgari surdi. Xi Jinping faqat tugilib turib qabul qildi xolos. Xi Jinping yani Jungo taraf bu uçuruşta Amerika'nın besim işletiş adetini texmi eğer tarafi şu ki bunun için Jungo nes'atga kulak selişi kereklikini onun üstüge yani Prezident Joe Biden'ın kızılsızlık sızıdığallığını qaramakka dünyaya patmayıvatkan bir sərke özüne dahi çağlavatkan bir kişinin açıqını işçiga yutib, haqoratni qabul qilishdan boshqa chora yo'qligini yaxshi biladi. Ya'ni Jungo taraf bu vaziyatni o'zgartirolmaydiganligini ham yaxshi biladi. Demek Amerika nima deydi? Sen şu ishni qilasan, ba'zida natayin şu ishni qilishin, lekin ramkadan chiqib ketolmaysan deyapti. Yang Chungo. Ikki davlatning ikki nafar doisi Indoneziyada Bali oralida bir-biri bilan ko'rishni rad qilish bu mumkin emas. Chunki xalqaro maydon, xalqaro so'rin xalqaro sorunda ko'rishmaydigan bo'lsa, bu bir satchilik bo'ladigan ishidir. Amerika tarafdan aytganda hamma narsa Amerikaning olqinida. Amerika Jungo munosabatining tashabbuskorlik huquqi Amerikaning qo'lida. Amerika embargo qilaman desa Jungo Kompartiyasini shunday ixtiyoricha embargo qila oladi. Amerika Jungo bilan suhbatlashman desa, Jungo suhbatga kelmayman deyolmaydi.
Amerika Cungoni nima qilaman desa, Jungoning shu bo'yicha ish qilishi notayin, lekin Amerika Jungoning ixtiyoriy ish qilishini cheklayalaydi. Jungo Kompartiyasi bo'ysunmoqdan boshqa chora yo'q. Xuddi do'sti Vladimir Putinga xufiyona bo'lsa-mu yordam berolmaganga o'xshash. Prezident Joe Biden bilan Xi Jinping suhbati. Prezident Joe Biden ixtiloflarni tizginlaymiz, bosh quramiz dedi. Amerika Jungoni yetim qoldirdi. Ham Jungoning xalqaro tartibga buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'ymadi. Jungoda faqat ajdahor masallik diplomatiyalar qilib qoldi. Oxirgacha bo'lganda til haqorat qiladi xolos. Amerika til haqoratga bardoshlik beralaydi. Lekin Amerikaning qiladiganlari butunlay pokdir. Amerika Prezident Joe Biden hukumati Yevropa ittifoqi NATO bilan qadamni moslashtirdi. Osiyoda Koreya, Yaponiya, Hindiston, Avstraliyalar bilan qadamni moslashtirdi. Tayvanni tarbiyalab yetishtirdi. O'zliksiz urush ogohlantirishi berib, Jungoni o'zliksiz chekib boqdi. Qizil chiziq sizda. Amerika tashabbuskorlik bilan fursatni egalladi. Jungo Kompartiyasi tarafda mush yeydigan ahvolga tushib qoldi. Jungo ajdahor masallik diplomatiya qiyofati bilan Amerikaning qo'rishovga tushib qoldi. Agar ziyon tortdi. Amerika til haqorat qilmaydi. Amaliy ishlaydi. Kim fazilatlik va kim fazilatsiz hammaga ayon bo'ldi. Suhbatdan keyin Amerika Jungo munosabati yaxshi bo'lib ketishi mumkinmi? Unda divaylashib ketmasligi mumkin. O'zaro divaylashib turmasligi ketmasligi mumkin. Qiziq qurollar urushiga elib kelmasligi mumkin. Qisqasi Amerika jahongirligi, bu Xitoyning o'zining gapimi? Maydigojuye deydi. Amerika jahongirligini Jungoni yo'qotish niyatidan yanmaydi. Qisqasi Amerika jahongirligi Jungoni yo'qotish niyatidan yanmaydi. Bu hozirgi dunyoning buyuk vaziyatidir. Yana demak bu jon oladigan vaziyatdir. Abduri maqolining yangi